Bu jarima qaroridan men noroziman. To'xtash taqiqlanadi belgisi baliqchi markazida juda ko'p joylariga joylashtirilgan. Lekin to'xtash taqiqlangan belgisi tugagan, ta'sir doirasi tugagan joylarda sizga jarimalar kelishi mumkin. Bu yog'i Antex, xalq tili bilan aytganda Antex tarafga yurganda 327 yo'l belgisi va 327 yo'l belgisiga o'rnatilgan ta'sir doirasi 200 metrda ko'rsatgan va bu yerda 327 va 330 belgisi o'rnatilgan. To'xtash taqiqlanuvchi belgining ta'sir doirasi oxirini ko'rsatuvchi belgi o'rnatilgan. Demak, biz bu belgidan keyin to'xtashimiz mumkin. Bu belgidan keyin men to'xtadim va o'zimni ishlarimni bitirib chiqqanimdan keyin menga jarima qarori keldi. Ya'ni to'xtash taqiqlangan joyga avtomobilni to'xtatganlik to'g'risida jarima qarori keldi. Buni ko'rishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Bu jarima to'g'ri tuzilganmi yoki noqonuniy? Fikringizni kommentariyada qoldiring.